Yo, hammaga salom. Sizlar bilan o'tgan galgi videoda qanday qilib Access brokeridan to'g'ri ro'yxatdan o'tish va uni verifikatsiya qilishda ko'rib chiqqandik. Bugun ham muhimligi va ahamiyati kam bo'lmagan mavzular, ya'ni Access brokerning interfeysi, Access brokerdagi savdo qiladigan hisob turlari va ularni to'g'ri tanlash va ularni ochish va ularni savdo platformasi bo'lmish MetaTraderga ulashishda o'rgataman. Xo'p, bo'lmasa endi savol, nima uchun bu mavzu muhim? Chunki birinchi marta Access broker bilan ishlamoqchi bo'lgan odam ro'yxatdan o'tib verifikatsiya qilib bo'lgandan so'ng o'ziga savdo qiladigan akkaunt, ya'ni savdo hisob ochish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Vot, u mana shu joyda bilmasligi mumkin, chunki Access brokerda bir qancha savdo hisob turlari bor va ular bir-biridan yaxshigina farqlanadi. Umid qilamanki, odamlar mana shu videoni ko'rgandan so'ng o'ylanmasdan, ikkilanmasdan o'ziga mos keladigan savdo hisob turini tanlay oladi va uni ocha oladi va uni savdo qiladigan MetaTrader 5 ga ulay oladi. Xo'p, bo'lmasa men videoni boshlayapman. Siz bo'lsa erinmasdan mana shu joyda videoga bitta like urib qo'yib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bo'lsa hammasiga yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa ketdik. Tak, hozir birinchi bo'lib Access interfeysini tushunib o'rganib olsak, e'tiboringizni chap taraf yuqoriga qarating. Birinchi bo'lib My Account degan narsa kelyapti. Bu bo'lim orqali biz ochilgan barcha savdo hisob turlarimizni boshqaramiz va barcha ochilgan savdo hisob turlari mana shu joyda ko'rinadi. Bu akkaunt, bu profil yangi bo'lgani uchun hali beri birorta savdo hisob turi ochilgani yo'q. Shuning uchun mana bu joyda sizning hech qanaqa akkauntingiz yo'q deyapti. Agar ochadigan bo'lsak, mana bu yerda bo'lib chiqib qolishi mumkin. Xo'p, undan keyingi bo'limga qaytamiz. Undan keyingi bo'lim deposit. Adashmasam hamma ham biladi, deposit nimaligini, ya'ni brokerga pul kiritish, savdo qilish uchun pul qo'yish va uni ostida esa pul yechib olish degan punkt kelyapti. Bu sahifa orqali biz pulimizni chiqarib olishimiz mumkin va buni ostida esa transaction history, ya'ni pul kiritganimiz, chiqarganimiz, ichki transferlarni amalga oshirganimizni bizga namoyish qilib turadigan tarix, ya'ni tranzaksiyalar tarixi va uni ostida men foydalanmaydigan analitika qanaqadir va uni ostida ijtimoiy trading deyapti. Buni ham hali beri men sinab ko'rganim yo'q va uni ostida esa performance. Adashmasam bu performance biz qanaqa savdo qilayotganimizga bizga analitika qilib beradigan sahifa va uni ostida yangi funksiya qo'shilibdi, yangi sahifa qo'shilibdi. Hali beri buni ham test qilib ko'rganim yo'q. Support hub, ya'ni mana bu joyda ko'rsak new ham deb qo'ygan, ya'ni yangi va uni ostida settingiz, sozlamalar degan sahifa kelyapti. Bu yer orqali biz ikki bosqichli himoya tizimimizni o'zgartirishimiz va boshqa muhim ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Endi bo'lsa diqqatimizni o'ng taraf yuqoriga qaratamiz. Bu yerda 000 USD da ko'rishimiz mumkin. Bu yer bizga barcha hisoblarimizdagi mablag'da, ya'ni barcha summani chiqarib turadigan indikator, ya'ni mana shu joyda biz pulimizni ko'rib olishimiz mumkin. Undan keyin mana bu globus, adashmasam tilda o'zgartirish, lekin bu yerda o'zbek tili yo'q. Va undan keyin frequently asked questions, ya'ni eng ko'p beriladigan savollarga javoblar, undan keyin bildirish nomalar va undan keyin uje profil haqidagi ma'lumotlarga o'tib ketishimiz mumkin. Xullas, mana shu Access brokerning interfeysi juda ham sodda va juda ham skromli, juda ham tushunarli. Shaxsan men juda ham yaxshi ko'raman. Tak, interfeysni o'rganib chiqdik. Endi bo'lsa videoda asosiy qismiga, ya'ni savdo hisob turlariga o'tsak. Biroz avval aytib o'tib ketganimdek, menda hech qanday savdo hisob yo'q. Hozir shuni ochishim kerak. Mana bu joyda open new account degan narsa bor. Menda inglizcha, agar sizda nemischa bo'lsa ham, fransuzcha bo'lsa ham joylashuv baribir bir xil bo'ladi. Mana shu tugmaga yoki mana shu tugmaga bosishingiz mumkin. Men hozir mana bunga bosaman. Vot, bunga bosganimdan so'ng keyingi sahifada menga bir qancha savdo hisob turlarini namoyish qilib chiqarib beradi. Access'da bir qancha aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, 5 ta savdo hisob turi mavjud. Bular standart, pro, RewSpread, zero va oxirgisi bo'lsa standart cent. Давайте tanishib chiqishda birinchi mana bu standartdan boshlaymiz. Agar siz hali ham Access brokerdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'yicha alohida video tayyorlaganman. O'ng taraf yuqorida kelib chiqadigan videoga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mazkur videoning opisiyaniyasida izohida mana shu Access brokerning rasmiy veb-saytini havolasini qoldirib ketaman. Xo'p, broker tarafidan yulduzcha qo'yilib va mana bu joyda standart deb ostiga ptichka bilan tavsiya qilinadi deyapti va ostiga bo'lsa eng mashhur va istalgan turdagi traderlarga mos keladi deb broker tarafidan izoh qoldirilib ketyapti. Bu hisobga minimaliy depozit $10 va spread bo'lsa 2 pipsdan boshlanar ekan. Bu degani hammasida 2 pips degani emas, prosta bu 2 pipsdan boshlanadi. Ya'ni ba'zi bir instrumentlarda bu spread juda ham katta bo'lishi mumkin. Chunki bu standartning hisob turi va ostiga qaraydigan bo'lsak commissions, ya'ni hech qanaqa komissiya yo'q. Komissiya deyman, hech qanaqa komissiya yo'q ekan. Men bu joyda no commission deb broker qoldirib ketyapti. Ya'ni hech qanaqa swap, hech qanaqa bitim uchun komissiya olmas ekan. Juda ham zo'r, juda ham chiroyli. Shunday emasmi? Xo'p, ikkinchi savdo hisob turiga sakraymiz. Buni nomi pro ekan. Mana shu pro savdo hisob turidan boshlab biz professional savdo hisob turlariga o'tamiz. Bu nima degani? Agar minimaliy depozitga e'tibor beradigan bo'lsak $200, ya'ni birinchi siz kiritishingiz kerak bo'lgan summa mablag' $200 dan kam bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa broker sizga depozitingizni отказ qilishi mumkin. Birinchisi 200, undan keyingilari 150 farqi yo'q. Xo'p, ikkinchisi RewSpreadda ham $200 va mana bu yuqori ehtimol bilan professional savdo
savdo hisob turi, zeroda ham $200. Vot $200. Pro savdo hisob turiga qaytamiz. Mana bu joyda yashil oblast ichida instant or market execution deb nomlab ketyapti. Bu executionga keyin qaytamiz. Pastda 0 komissiya, kichkina spreadlar both instant va market executionda mavjud deyapti. Minimaliy depozit $200, spread 1 pipsdan boshlanar ekan. Ya'ni boshlanar ekan deyapman. Hamma instrumentda 1 pips emas, yana qaytaraman. Ba'zi bir instrumentlarda spread juda ham katta bo'lish ehtimoli bor. Va pastda commissions degan joyga no commission, hech qanaqa swap, hech qanaqa bitim uchun komissiya olmaydi. Endi mana bu execution degan narsaga qaytamiz. Bu joyni diqqat bilan eshiting, chunki bu yerda men sizga hozir bir muhim narsani aytaman. Execution degani bu sizni bitimingizni ochish va yopishga buyruq berganingizda amalga oshirish turi. Bu yerda ikki xil amalga oshirish turi bor ekan. Bittasi instant, ikkinchisi market. Ikki xil execution bor. Bu yerda qaysi birini tanlash kerak? Xo'p, bularda o'rtasidagi men biladigan yagona farq market executionda bozor har qancha aktivlashmasin, bozor har qancha faollashib, kotirovka qanchalik tez harakatlanmasin, bitimingizni vaqtida ochadi va bitimingizni vaqtida yopadi. Hattoki narx o'zgarib ketib qolgan bo'lsa ham. Ikkinchisi instant execution. Bu execution turi bilan har xil muammolar, rekordlar sodir bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Misol uchun, misol keltiraman. Oltinda ishlayapsiz, yangilik chiqdi, bozor juda ham tez harakatlanyapti va mana shu paytda bitim ochishga yoki yopishga buyruq berganingizda, broker buni prosta amalga oshirmaydi. Flifing deb bildirishnoma beradi va amalga oshirmaydi. Nimaga? Chunki siz ochish yoki yopishga buyruq bergan narxingizdan narx boshqasiga o'zgarib ketadigan bo'lsa, prosta bitimingiz ochilmaydi va yopilmaydi. Mana bu market executionda bo'lsa, bitim ochish yoki yopishga buyruq bergan narxingizdan boshqa joyga narx ko'chib ketgan bo'lsa ham, narx o'zgarib ketgan bo'lsa ham, baribir bitimingizni amalga oshirib, kechroq bo'lsa ham, boshqa narxdan bo'lsa ham bitimni ochib yoki yopib beradi. Vot shuning uchun agar pro hisob turini tanlaydigan bo'lsangiz, qachondir faqat market execution tanlashni sizlarga maslahat beraman. Ikkinchi savdo hisob turi Ryu spreadga sakraymiz. Broker tarafidan professional deb izohlanib ketilyapti va pastda kichkina spreadlar va low fixed commissions, juda ham kichkina aniq belgilangan komissiyalar deyapti. Xo'p, mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, minimum depozit bunda ham $200, spread keladigan bo'lsak from 000 turibdi. Bu degani spread umuman yo'q degani emas. Spread конечно bor, men tekshirganman. Spread albatta bor va uni ustiga mana bu joyda commissions degan joyda $3.5 komissiya ham bor ekan. Adashmasam bu bir standart lotga $3.5 komissiyasi bor. Shuning uchun bu savdo hisob turini to'g'risini aytsam, bilmadim. Kimga qanaqa? Kimdir bu savdo hisob turini yoqtirishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. Hammani o'ziga, hammaga, kimga qanaqa deydi-yu. Xo'p, undan keyingi savdo hisob turiga sakraymiz. Bu juda ham mashhur savdo hisob turi Zero. Broker tarafidan bu ham xuddi shunday professional deb nomlanib ketilyapti va mana bu joyda bo'lsa kunning 95% holatida 30 ta savdo instrumentlarida 0 spreadga egalik qiling deyapti. Bu juda ham adashmasam yaxshi. Ya'ni Exchange brokeridagi umuman spread mavjud bo'lmagan hisob turi bu Zero hisoblanadi. Vot mana bu joyda, lekin bu ham professional bo'lgani uchun minimaliy depozit $200 aytib o'tib ketganimdek, birinchi marta $200 depozit qilasiz, undan keyin xohlasangiz 20 qiling, xohlasangiz 10 qiling depozit qilsa bo'ladi. Va pastda spread degan joyga best, ya'ni eng zo'ri deyapti from 000, ya'ni hech qanaqa spread kunning 95% holatda bo'lmaydi. Va commissions degan joyda bo'lsa from 0.05 USD qilib qo'yapti, lekin bunda ham komissiya normalli bor. Undan keyingisi o'tamiz standard cent. Bu hammamizga yaxshigina ma'lum bo'lgan centivo short hisoblanadi. Bu joyda siz juda ham kichkina lotlarda bitim ochishingiz mumkin. Shu bilan birga sizning riski juda ham kam bo'ladi. Bu asosan yangi o'rganayotganlarga va katta risk qilishni xohlamaydiganlarga juda ham qo'l keladi. Minimum depozit bunda ham $10, chunki bu professional emas. Spread bo'lsa 3 pipsdan boshlangan va hech qanaqa komissiya mavjud emas. Bu narsa juda ham zo'r. Xo'p, umid qilamanki hamma tushundi, hamma savdo hisob turlarini bir chekkadan tushuntirib izohlab chiqdim. Endi bo'lsa men hozir bu yerda bitim ochaman. Mana bu joyda MetaTrader 4 yoki 5 tanlaysiz. Men bu yerda 5 qilaman va mana bu joydan Pro savdo hisob turini belgilayman. Undan keyin mana bu joyda sariq oblast ichidagi davom etish degan tugmaga bosaman. Bu sahifada bo'lsa yangi ochayotgan Pro akkauntimni nastroyka qilishim kerak. Bu yerda xohlasam demo shot qilaman, xohlasam realni qilaman. Davayte realni qolsin. Va mana bu joyda bo'lsa endi kredit yelkasini, ya'ni leverage ni belgilayman. Bu yerda даже unlimited, ya'ni cheklanmagan leverage ham bor. Men bu yerda davayte 1000 qilaman, chunki menga risk kerak. Pastda currency, ya'ni bu yerda valyuta. Buni dollar qilib qoldiraman. Va mana bu joyda execution type, biroz avval sizlarga tushuntirgan narsam. Men buni shaxsan o'zim market qilaman. Va pastda account nickname ga bo'lsa, buni shunchaki pro holatida qoldiraman va pastda endi parol qo'yishim kerak bo'ladi. Parolning uzunligi 8 dan 15 tagacha, hech bo'lmasa bitta katta harf va hech bo'lmasa bitta kichkina harf va hech bo'lmaganda bitta raqam va hech bo'lmaganda special character deyapti. Dollar hashtag chiziqcha undov shunga o'xshagan qavsmi, вообще farqi yo'q, shunaqa bir nimadir qo'yish kerak bo'ladi. Qo'yaman. Parolni to'g'ri o'ylab topganimizdan so'ng hammasi mana bunaqa yashilda pitichka bo'lib qolish kerak va bundan keyin create an account deganiga bosaman.
Va ko'rishimiz mumkinki your account is being prepared, ya'ni bizning akkauntimiz tayyorlanyapti va tayyorlanib ham bo'ldi. Find your account to start trading. Savdo qilish uchun akkauntingga pul tasha deyapti. Endi bugungi oxirgi qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu yangi ochilgan savdo hisob turini MetaTrader 5 ga ulash. Davaychi ulaymiz. Endi bo'lsa Exynos'ning rasmiy MetaTrader 5 ni tortib olishim kerak. Buning uchun o'ng taraf yuqorida mana bu so'roqqa boramiz, bosamiz va mana bu joyda MetaTrader 5 degan narsa bo'ladi. Mana shunga bosamiz va biz Exynos'ning boshqa bir sahifasiga o'tamiz. Bu joydan biz MetaTrader 5 ni rasmiyini tortib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda download MetaTrader 5 deganiga bosamiz. Tortib bo'lgandan so'ng mana shu faylni ochishimiz kerak bo'ladi. Keyin mana bu joyda dalli qilamiz. Privet. Biz sizning bir narsangizni ustanovka qilyapmiz, qarochi. Tak, bu ustanovka qilib tursin, biz mana bu joyga qaytamiz, mana bu joyga qaytib, mana buni tushiramiz, mana buni ochsak, agar kompyuterdan kirgan bo'lsak, juda ham oson ekan. Mana bu joyda serverda ko'rishimiz mumkin, savdo hisob turimizni, undan keyin mana bu joyda loginda ko'rishimiz mumkin va buni osongina kopiya qilib olishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Xo'p, mana bunga qaytamiz. Вот, ustanovka qilib bo'ldi. Endi mana bu gotovaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bunaqa MQL5 degan narsaga o'tadi. Uni prosta yopib yuborsak ham bo'ladi. Tak, endi mana bunga qaytamiz. Endi yangi ochilgan akkauntni MetaTrader 5 ga ulashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun chap taraf yuqoriga olib boramiz, fayl deganga bosamiz va mana bu joydan подключиться к торговому счету deganiga bosishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda inglizcha bo'lsa ham, qirg'izcha bo'lsa ham, eng oxiridan 4-sini bosadigan bo'lsangiz, to'g'ri bosayotgan bo'lasiz. Bosamiz, endi mana bu joyga login va parolni kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun pastga qaytamiz va brauzerni ochamiz. Agar siz kompyuterdan kirgan bo'lsangiz, kompyuter versiyasi juda ham oson ekan. Mana bu joyga mana bunaqa funksiya qo'shib qo'yibdi, bu juda ham qo'l keladi. Buni bosadigan bo'lsak, mana bu savdo akkaunti barcha ma'lumotlari kelib chiqadi. Juda ham chiroyli. Mana bu joyda loginni kopiya qilamiz. Mana bu joyga loginni qo'yamiz va o'zimiz o'ylab topgan parolni mana bu joyga terishimiz kerak bo'ladi. Parolni terib bo'lganimizdan so'ng mana bu joyda serverda tekshiramiz. Exynos MetaTrader 5 Real. Xuddi mana shu serverda MetaTrader 5 ta kiritishim kerak bo'ladi. Mana buni ochaman va mana bu yerda Exynos MetaTrader 5 Real deb turibdi. E'tibor bering, agar serverda xato kiritadigan bo'lsangiz, hech qachon akkauntni bu yoqqa kirita olmaysiz, ya'ni bu yoqqa login qila olmaysiz. Shuning uchun hamma ma'lumotlarni to'g'ri tering va hammasini kiritib bo'lgandan so'ng OK ga bosamiz. Va yuqori incoming mail dedi va wow, oltin yomon tushib qaraganim yo'q edi. No, xullas mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, o'sha zagruzka qilishni boshladi. Bu degani biz muvaffaqiyatli login qildik. O'rtoqlar, bugunga mana shunaqa ma'lumotlar, bugunga mana shunaqa video. Agar yoqqan bo'lsa, albatta videoga hozirda o'zida bitta like bosib ketish esdan chiqmasin, chunki bu videoni yozish, to'g'risini aytsam, oson bo'lmadi. Nimagadir shunaqa bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa men mana shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishib qolguncha hammaga xayr, hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.